Eski kasetada qolgan o'sha xira ovozlar, har bir satrida bor edi qanchadan qancha rozlar. U paytlar rap bu yurakdan chiqqan dardi edi. Har bitta rapperning o'ziga xos qadri edi. Hozirchi tayyor bit, ustiga bir xil avtotune, ma'nosi yo'q so'zlar, qofiya shunchaki majbur. Pullar, mashina, qizlar, bir xil mavzu har kun. Tinglovchi didini o'ldirdi, mana shu afsun. TikTok uchun yoziladi 10 soniya trackna. Mantiq bor bunda, na bir ma'noli tilak. Nafas ololmaydi san'at, tiqilib qoldi bo'g'zida. Haqiqat yo'q bo'ldi soxta shov-shuvlar ortida. Qani o'sha ruh, qani o'sha ma'no. Musiqang zo'r, lekin matning juda sayoz birodar. Hamma trend ortidan quvar bo'lib xarob. O'z rapning bugungi ahvoliga kim berar javob? Qani Amazon, qani o'sha g'oya? Sayozlik ostida qolib ketdi qancha soya. Bitta so'zni 10 marta takrorlash bu san'atmi? Aytchi, shu chalamatning jamiyatga nafmi? Ilgari so'z bilan ta'sir qilardi dunyoga, hozir esa moslashar shunchaki algoritmga. Fast flow yo'qolgan murakkab qofiya. Har ikkinchi rapperda bir xil fobiya. Meni eshitishmasichi, trendga chiqmasam, shuning uchun yozadi men zo'rman, men ko'p pul topsam. Lekin tushunmaydi tez kelgan shon shuhrat o'tkinchi. Chuqirildi zotmagan daraxtni shamol yiqitadi bo'lchi. Underground jim tijorat sahnani egalladi. Chinakam muxlis esa eski treklarni izladi. Qani o'sha ruh, qani o'sha ma'no. Musiqang zo'r, lekin matning juda sayoz birodar. Hamma trend ortidan quvar bo'lib xarob. O'z rapning bugungi ahvoliga kim berar javob? Qani Amazon, qani o'sha g'oya? Sayozlik ostida qolib ketdi qancha soya. Sanoat aybdormi yoki tinglovchi dedi? Balki hammasiga o'sha oson pul sababdir. Lekin rap bu shunchaki shovqin emas. Rap bu ko'cha tili, u yolg'onni yo'qtirmas. Uyg'on do'stim, mikrofon bu quroling seni. Faqat raqs uchun emas, fikrlatish uchun berilgan u. Qalbingni qog'ozga tok, arzon mashhurlikni unut. Tarixda qolmaydi bir mavsumlik soxta umid. Musiqangda yashasin odamlarning dardi, o'shandagina qaytadi haqiqiy rapning qadri. Sifatni miqdorga alishma hech qachon. So'zingda olov bo'lsin, bo'lmasin shunchaki tutun. Qani o'sha ruh, qani o'sha ma'no. Musiqang zo'r, lekin matning juda sayoz birodar. Hamma trend ortidan quvar bo'lib xarob. O'z rapning bugungi ahvoliga kim berar javob? Qani Amazon, qani o'sha g'oya? Sayozlik ostida qolib ketdi qancha soya.